Aholini ichimlik suvi bilan ta'minlashda to'lov intizomi va madaniyati muhim ahamiyatga ega. Chunki foydalanilgan ichimlik suvi hamda ko'rsatilgan oqova suv xizmati uchun to'langan mablag'lar hisobidan hududlarda suv ta'minoti tizimini yaxshilash, yangi tarmoqlar qurish va iste'molchilarga sifatli xizmat ko'rsatish ishlari amalga oshiriladi. Afsuski, bu borada Andijon viloyatida holat qoniqarli emas. Aholining qarzdorligi hanuz katta miqdorni tashkil etmoqda. Shu sababli hududlarda qarzdorlikni so'ndirishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari izchil davom ettirilmoqda. Ana shunday uchrashuvlardan biri bugun Oltinko'l tumanidagi Mirobod mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tdi. Ayni paytda biz Oltinko'l tuman Mirobod mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Hozirda bu yerda suvlashganlik darajasi 90% dan yuqori. 559 ta iste'molchi bo'lib, bu mahallada 169 tasi hozirda suv hisoblagich uskunalar o'rnatilgan. Shulardan 390 tasiga targ'ibot ishlari olib borilyapti. To'lov masalasiga kelsak, hozirda 167 milliondan yuqori qarzdorligi bor. E'tiborli jihati shundaki, mazkur sa'y-harakatlar mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan ham qo'llab-quvvatlandi. Mahalla faollari ham aholini xabardor etish, ularda to'lov madaniyatini shakllantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan targ'ibot ishlariga faol hamkor sifatida qo'shildi. Men Mirobod mahallasida yashovchi keksa onaxonlar, nuroniylar, mahalla imomlari, ota noilari, ko'cha boshilari va dasturxonchalar bilan birgalikda aylanamiz. Ular bilan tushuntirishlarni olib boramiz. Bugungi kunda uvoldan hamma qo'rqadi. U dunyoda ham javobgarligi borligini mana otinchalar, imomlar tushuntirish boryapti, chunki qarz bu baribir qarz. Buni bir kun to'lovini bor. Agar biz suvni isrof qiladigan bo'lsak, mana hozir qiladigan bo'lsak, boshqa mahallalarga, boshqa hududlarga yetmay qoladi. Bekordan bekor oqib turgan kranlar hozirgi kunda bizning mahallamizda topilmaydi, lekin aholilar hammasi uylariga olib kirib ketib oldi. Tadbir davomida shuningdek ichimlik suvidan foydalanish bo'yicha amaldagi qoidalarga rioya etish holatlari o'rganildi. Tekshiruvlar jarayonida ayrim joylarda tarmoqqa noqonuniy ulanish, suvni isrof qilish, hisoblagich uskunalarini davlat ro'yxatidan o'tkazmaslik kabi qonun buzilish holatlari aniqlandi va ularni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda.